Bunyodkorda dubl yurganimda dublga chaqirishgan Ternopkaga o'yinga qo'yishgan. Yana Bunyodkorda sintralizashinglar anaqa edi, travma bo'lib qolgan payti. Agar ko'proq o'ynaganimda Asmoga ham chiqishim mumkin edi. 16 yoshimda orzuyim edi Asmoda o'ynash. Keyin shunday 18 jo'natib yuborishdi meni. Bizga tortmaydi bu deb sandim. Keyin o'tdan Bunyodkordan olib chiqib ketib, Belarusga ketdim. Tomondan yaxshi bo'lgan ekan tortib. Men Belarusda bildim qiyinchiligini. Bu zborlarni, suvni, qishi, qanaqa qor yog'ishini ko'rib, qiyinligini bildim-da keyin. Uydan uzoqda. Uydan uzoqda yolg'iz. Bu yerda qor juda qattiq yog'ardi. Endi poyani tozalash kerak, biz o'zimiz tozalardik poyani. Ertalab rasmiy kanalga poyla tozalardik. Kirib kiyim almashtirib Ternopkada keyin trenajyor. Uyga ham bormasak, o'sha razalkani o'zida qolib, 1 soat o'sha yerda uxlab, ikkinchi Ternopka o'sha yerdan chiqardik. Ovqatlar ham o'sha yerda sar, unashcha qo'yilib. Shunaqa yurgan.